Assalomu alaykum qadrbaland yaqinlarim. Realni gaplashamiz shousiga xush kelibsiz. Bu safargi mehmonimiz O'tkir Shodmonov, Bobur Mansurov va andijonlik bola taqlid qilib chiqiladigan o'sha mashhur Indirji janoblari bo'ladi. Dasturimizga xush kelibsiz. Bu safar bizni dasturimizga qanaqa og'ir mavzuni olib chiqdingiz? So'z navbati sizga mana. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvingizga taklif qilganingiz uchun oldindan katta rahmat. Hamma ko'rsatuvlarda bo'lgan kabi yuzimga bijir qo'yishingiz shart emas. Aka, qachongacha chidaymiz? Qachongacha chidadim? Dacha topdim, gaplashdim, bozorjor qildim. Gruppaga yozyapman. Chiqasanmi? Nimaga? Axir gruppada borsan, nomard qizlar bilan chiqadi. Bizlar bilan chiqishga or qiladi, aka. Kimgadir bas dacha yoqmaydi, kimgadir bassin yoqmaydi, kimgadir saunas yoqmaydi, kimgadir kompyuter xonasi yoqmaydi, kimgadir bilyard xonasi yoqmaydi, aka. O'zi gruppada bitta bo'ladi, yonib. O'zi gruppada bo'ladi, bitta bo'ladi, yonib tashkillashtiradigan bo'ladi. Kimnidir muammosi hal bo'lmaydi, kimnidir xotini ruxsat bermaydi, kimnidir ko'ti og'rib qoladi, aka. Shu videoni ko'radigan bo'lsangiz, sizlarning o'zlaringiz erkakman deb yuribsizlar-da, aka. Asab sizlar. Bitta filish qoqamiz. Bolla, tanishma bu hollar. Ko'cha